Assalomu alaykum. Bugungi videoda Amerika Qo'shma Shtatlarida uysizlik muammosi haqida gaplashamiz. Bu mavzu ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz masalaga neytral va aniq raqamlarga asoslangan holda yondashamiz. Amerika uysizlar soni har yili AQSh Uy-joy va shaharsozlik vazirligi tomonidan hisoblab chiqiladi. 2023-yil yakuniy ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat bo'ylab taxminan 650 mingdan ortiq odam uysiz holatda yashagan. 2024-yilda esa bu ko'rsatkich 770 mingdan oshgani qayd etildi. Bu so'nggi yillardagi eng yuqori darajalardan biri hisoblanadi. Uysizlarning barchasi ko'chada yashamaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ularning qariyb 60% vaqtinchalik boshpanalarda yashaydi. Qolgan 40% ga yaqini esa ko'chalarda, avtomobillarda yoki tashlandiq binolarda tunashga majbur bo'ladi. Hududlar kesimida qaraydigan bo'lsak, eng katta ko'rsatkichlar aholisi zich va uy-joy narxi yuqori bo'lgan shtatlarda kuzatiladi. Masalan, Kaliforniya shtatida 180 mingdan ortiq uysiz odam borligi qayd etilgan. Bu butun mamlakatdagi uysizlarning qariyb 3dan 1 qismiga teng. Shuningdek, Nyu-York, Florida va Texas shtatlarida ham yuqori ko'rsatkichlar mavjud. Muammoning asl sabablari turlicha. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uy-joy narxining keskin oshishi eng muhim omillardan biridir. So'nggi yillarda ko'plab shaharlarda ijara narxi 20-30% gacha oshgan. Daromad o'sishi esa ko'p hollarda bu sur'atga yetib bormagan. Bundan tashqari, ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar va giyohvandlik ham uysizlik bilan bog'liq omillar sifatida tilga olinadi. Ammo ekspertlar ta'kidlashicha, ruhiy kasalliklarga ega odamlarning aksariyati uysiz emas va uysizlarning hammasi ham giyohvand emas. Ko'plab tahlillar iqtisodiy omillar asosiy sabab sifatida qayd etiladi. Yana bir muhim jihat, oilali uysizlar sonining oshishi 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, bolali oilalar orasida uysizlik darajasi sezilarli ko'paygan. Taxminan 150 mingdan ortiq bola vaqtinchalik boshpanalarda yoki barqaror bo'lmagan sharoitda yashayotgani qayd etilgan. Veteranlar, ya'ni sobiq harbiylar masalasi ham alohida e'tiborga molik. 2010-yillarda maxsus dasturlar orqali uysiz sobiq harbiylar soni deyarli 2 baravarga kamaytirilgan edi. Ammo umumiy uysizlik oshgani sababli so'nggi yillarda bu toifadagi ko'rsatkichlarda ham o'sish kuzatilmoqda. Davlat har yili milliardlab dollar mablag'ni boshpana, ijtimoiy xizmatlar va arzon uy-joy qurilishiga ajratadi. Federal, shtat va mahalliy dasturlar mavjud. Shunga qaramay, talab taklifdan yuqori bo'lib qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, Amerika uysizlik muammosi ko'p omilli va murakkab masala hisoblanadi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda uysizlar soni oshgan. Bunga asosan uy-joy narxining ko'tarilishi, iqtisodiy bosim va ijtimoiy omillar sabab bo'lmoqda. Muammoni hal qilish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud, ammo hozircha bu masala AQSh ijtimoiy siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.